Man qaynigachiman, qaynonani qiziman. Kelinimni hayotiga aralashmasam bo'lmaydi. Mana paytida kelin bu bitta xonadonni xizmatini qilganman. U ham endi qotirib qo'ysin deb kelinini hayotiga aralashadiganlar. Yaxshi gapam, yomon gapam bitta og'izdan chiqadi. Oldingi postimda ko'plab kommentariyalar keldi. Nahotki yomon qaynigachilar ko'p bo'lsa, qaynigachi yomoniga ham yaxshisiga ham qaynona aybdor. Qaynona qiziga kelinini yomonlab muhokama qilsa, конечно, onasi uchun kelinni yomon ko'radi, aralashishni boshlaydi. Aksincha qaynonalar qiziga "Sani uying boshqa, ukang bilan kelining oilasiga aralashma. Nima bu yog'iga sanmas kelinim qiladi. Sen boshqa oilani qilsan, endi meni qizim shu vaqt soati kelib o'lganimda ham tepamda birinchi shu kelinim bo'ladi" desa, o'sha qaynigachi hech qachon aralashmaydi. Kelinlarga kelsak, hech qaysi kelin shu xonadonga borsam shu uydagilarning dodini beraman, hech qaysi menga tishi o'tmaydi deb kelmaydi. Aksincha hammani ko'nglini olaman, zo'r kelin bo'laman, ota-onamga orqamdan rahmat eshittiraman, shu uydagilarning hammani xizmatini qilaman deb keladi. Faqat shu uyga moslashishga, hammani ko'nglini topishga yillar ketadi. Shu vaqt ichida kelinni mehrini qozonisham, qahrini qozonisham o'zimizga bog'liq. Kelinlar bu gaplarni eshitib jar semirib ketmaylar. Kelinlar ham farosati yetib shu uyga ko'ngil qo'yib, gapida ham, mehnatida ham hamisha qoyil qilsa, erini hurmatini joyiga qo'ysa, uyini pokiza tutsa, osh-ovqatini saramjonlikda qilsa, qaynigachi qaynsinisi kelganda chiroyli kutib olsa, o'sha kelinni qaynonasidan xursand odam bo'lmasa kerak. Shu gaplarimdan keyin savol tug'ildi. Kelin bo'lsa ham ayb qidirib janjal qilaveradigan, o'g'li bilan kelinni urushtiradigan qaynonalar ham bor, to'g'rimi? Ularga nima deymiz endi? Kelinlar-yu kommentga hayotinglarni yozinglar. Kim qaynonadan yolchigan o'zi?